$75,000 Lit 9 xarid qilmoqchi bo'lgan akalar uchun Green Energy Namangan filialida yangi avtomobil keltirib qo'yildi. Narxi $42,500. Mana ushbu avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Dipal S09. Mana tashqi taraflarini ko'rsatib o'taman. O'lchamlarni napisanini yozib qoldiraman. O'zingiz uchun solishtirib olsanglar bo'ladi Lit 9 bilan. Mana orqa ko'rinishlari deyarli farqlashning iloji yo'q. Faqatgina shu logotipdan tashqari. Qulayliklarga kelsak, Lit 9 bilan solishtirganda bunda ham premium podveska bor. Baloni Michelin 21 o'lchamda. Elektron chiquvchi parog. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zi avtomatik kirib chiqadi. Mana salon qismini ko'rishingiz mumkin. O'rindiqlarda atamankalari bor, nolovoy gravitatsiyasi, massaj, abduf, abagrev. 3-qatorda ham abagrev bor. Monitori bor, orqada panorama tom bor. Oldi ko'rinishi. Oldida ham mana holdingi bunda oldi qismida joylashgan. Monitori mana buniki 4K format ko'tarib beradi. Lit 9nikida buniki yaxshiroq. Sababi Huawei kompaniyasiga tegishli bu. Ma'lumot uchun Huawei kompaniyasi hozirda dunyoda elektronik ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi. Kimga shu turdagi avtomobil kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun pastda nomerni yozib qoldiraman.